Oyijon, ginekologga borib kelsam maylimi? Qachondan beri qornimda yomon og'riq bo'layotdi. Voy namcha doktorga borishni yaxshi ko'rasiz, peshim bo'yapti. Hadimi adajoningiz juma namozidan qaytadilar. O'shoqatingizni qiling. Xo'p bo'ladi oyijon. Oyi, keliningiz doktorga olib ketaman. Necha kunlar qon orib kechasi bilan yig'lab chiqyapti. Obbo, yosh narsaga hadi doktorda nima bor? Bor o'g'lim, sen bozorga qilib kelgin, singling keladi mehmonga. Keyin siz belingizni mahkam boylang deb, mantini harakatini qiling. Qoningizga shamol tekkandir-da, kechqurun yog'ni qizdirib turkab yotsangiz yaxshi o'p ketasiz. Xo'p. Ha, qizim, yaxshi keldingmi? Yaxshi yuribsanmi? Ha, oyijon, shu anchadan beri mana shu belim yomon og'riyapti. Voy, sog'lig'ingga bee'tibor bo'lmagin. Vaqtida doktorga bormaysanmi? Bordim oyijon, erim o'zlari olib bordilar, dori-darmonlarimni ham olib berdilar. Faqat yotib dam olishim kerak ekan, shuncha sizlarnikiga keldim. Seni menga qarayotganiga kelganmisan?